4-bob. Hasharotni kaltaklashga buyurdim. Ketyapman. Na yo'lning oxiri ko'rinadi, na atrofda biron qo'qqaygan kulba. O'ngga qarasang ham g'o'za, chapga qarasang ham g'o'za. Bir mahal burilib orqamga boqqan edim. Nazarimda hozirgina men bosib o'tgan yo'llarda ham g'o'zalar o'sayotganga o'xshab ko'rindi. Siz qanaqaligingizni bilmayman-ku, lekin men mana shunaqangi poyonsiz dalalarga chiqqanimda yayrab, jonim tanimga sig'may ketadi. Undan keyin qornim to'ydi deguncha ashula aytib yuboradigan odatim ham bor. Shu paytda qorin masalasida shikoyatim yo'q hisobi. Undan keyin atrofda "Hoy mulla Hoshim, quloq o'zimizga ham kerak" deb tanbeh beradigan biron kimsa ham ko'rinmaydi. Shartta ashulani boshlab yubordim. Xoh g'o'zam, hosili oppoq g'o'zam deyman-u, buralib o'yinga tushib yuboraman. Keyin ikki qo'limni biqinimga qo'yib, egilib g'o'zalarga salom beraman-da, "Xoh g'o'zam, xoh g'o'zam, hosili oppoq g'o'zam" deb kuylab yo'lda davom etaman. Qorong'i tushib, osmonda charaqlab yulduzlar ham ko'rinib qoldi. Ammo hali aytganimdek yo'lning oxiridan darak yo'q. Bir mahal ko'chaning chap tomonidan miltillab chiroq yorug'i ko'rinib qoldi. Borib qarasam, 70 yoshlarga kirgan oppoq soqolli, ko'ksiga tushib turgan bir otaxon yonboshlab olib, xo'rillatib ko'k choy ichyapti. Oyoq tomonda tosh fanus, o'shaning yorug'ini ko'rgan ekanman. "Assalomu alaykum otaxon", dedim cho'zib. "Suv quyyapsizmi?" "Va alaykum assalom." Otaxon chordana qurib o'tirib oldi. "Kel o'g'lim, kel. Qani beriroq kelchi, tanimayroq turibman. Kimning o'g'lisan o'zi?" "Dadamning o'g'liman" deb yuboribman shoshilib. Hash-pash deguncha ikkovimiz ota-boladek bo'lib qoldik. Otaxonning ismlari Polvon tog'a ekan. Ishimning o'ngidan kelganini qarangki, Polvon tog'a yolg'iz o'zi zerikib o'tirgan ekan. Menga o'xshash esli-hushli, gapga tushunadigan bir yigitga juda ham zoriqib o'tirgan ekan. Xursand bo'lib ketganidan otaxon meni obdon mehmon qildi. Keyin termosdan choy quyib berayotib, "Obbo o'g'lim-ey, obbo taylog'im-ey" deb qo'ydi. "Otaxon, bu g'o'zalar qaysi kolxozniki?" deb maqsadga o'tdim. "Kolxozniki emas, sovxozniki, 6-sovxozniki. O'g'lim, qani qanddan ol, choy rasmini qand bilan ichiladi." "Otaxon, sovxozlaringga agronom kerak emasmi?" "Sovxozga kerakmasligini bilmayman-u, ammo lekin bizning bo'limga agronom kerak. O'zimizning agronom oblastga ko'tarilib ketdi. Umringdan baraka topgur, ko'p azamat yigit edi." "Nima dadang, agronommi deyman?" "Dadam emas, mening o'zim agronomman." "Nima? Mushtumdek bola-ya?" Shunday deb otaxon menga boshdan oyoq razm solib chiqdi. Men qo'ltig'imda turgan qalpoqchamga "Qalpoqcham, sehringni ko'rsat" deb asta shivirladim-da, ovozimni chiqarib, "Otaxon, men chog'imda yosh bola deb o'ylayapsiz shekilli" deb shartta o'rnimdan turgan edim. Polvon tog'am mirzaterakdek bo'yimni ko'rib, "Yopirim-ey" deb soqolini changallab, hang-mang bo'lgancha menga tikilib qoldi. "Hozirgina yosh bola eding-ku, yo tush ko'rayotibmanmikin-a?" "Astag'firulloh. Otaxon, men o'zi shunaqaman" dedim shoshib-pishib. "Bir qarasangiz yosh boladek, yana bir qarasangiz katta odamdek ko'rinaman." Yopirey" dedi otaxon tinmasdan. U bir nafasdan so'ng o'ziga kelib, "Shunday qilib, agronomman deng o'g'lim?" deb so'radi. "Ha, otaxon, agronomman."
Bizning sovxozga ishga kirmoqchi bo'lib, yaxshi qilibsiz o'g'lim. Sovxozimiz keng, hammaga ham ish yetib ortadi. Farg'ona tomondan bo'laman dedingizmi? Ha, Farg'ona tomondan bo'laman. Ota-onalar hayotmi? Hayot, otaxon, hayot. Barakalla. Ularning davrida u yoq bu yoqni ko'rib olganingiz ma'qul. Musofir bo'lmasang, musulmon bo'lmasang deydilar keksalar. Ertalab sovxoz direktorining oldiga o'zim boshlab boraman. Farg'onadan meni qora tortib kepti. Hamshaharim bo'ladi. Ishga olsang ham olasan, olmasang ham olasan deb turib olaman. O'sha kechasi Polvon tog'a bilan dalaning o'ziga yotib qoldik. O'ziyam anchadan buyon bunaqangi huzuri jon bo'lmagan edim. Sement ariqlarda hayqirib oqayotgan suvlarda egatlarga qarab qo'ydik-da, yerning o'rtasiga qilingan baland supada cho'zilib yotdik. Olis-olislarda miltillab chiroqlar yonadi. Ko'kdagi yulduzlarni aytmaysizmi? Charaqlab ko'zni olay deydi. Oy bo'lsa tepamizga kelib allaqanday zarg'ish, allaqanday ko'kimtir nurlar sochadi. Qalbimizda hech tushunib bo'lmaydigan shodlikka ham, g'ussaga ham o'xshamaydigan g'alati hislar uyg'onayotgandek bo'ladi. Suv o'z tilida bir nimalar deb chuldiraydi. Chigirtkalarning basma-basga kuylashi, qurbaqalarning pashsha tuta olmaganidan kimgadir shikoyat qilayotgandek cho'zib qurillashadi. Mana shularning hammasi menga negadir qishlog'imizni eslatib yubordi. Chalqancha tushib, ikki oyog'imni boshim ostiga qo'ygancha yulduzlar chamaniga mahliyo bo'lib yotarkanman. Shu paytda oyijonim, jondan yaxshi ko'rgan singillarimni eslab ketdim. Ehtimol bechora oyijonim sochlarini yulib faryod chekayotgandir. Dalama-dala, qishloqma-qishloq bo'zlab meni axtarib yurgandir. Oyijonim, meni axtarmang, meni deb ko'z yoshlaringizni oqizmang. Hoshimboyning ishlari 5. Katta sovxozga katta agronom bo'lay deb turibdi. O'ylay uxlab qolibman. Sovxoz direktori baland bo'yli, yelkalari keng, polvon namo bir kishi ekan. Gapirgan ovozi xuddi xumning ichidan chiqqandek g'o'ldirab, jaranglab eshitiladi. Kulganda tomni ko'tarib yuborgudek qattiq kuladi. Yurganda uyning pollari lapanglab ketadi. Polvon tog'a meni tanishtirgach, Hoshimboy hali yosh, uni o'zing tarbiyangga olasan deb tayinladi. Sovxoz direktoriga otaxon, sizning gapingizni hech qaytara olmayman, dedi direktor menga zimdan razm solib. Keyin mening o'zimdan ham so'rab qo'ydi. Qaysi institutni bitirgansiz? Agronomlik institutini. Qaysi fakultetini? Agronomlik fakultetini. Yaxshi, ilgari ishlaganmisiz? Yo'q. Akbar aka Nosirov unaqangi ezma direktorlardan emas ekan. Gapni cho'zib, meni ham o'zini ham qiynab o'tirmadi. Shart agronom qilib tayinladi-yu qo'ydi. O'sha kuni ikkovimiz uning pavilyoniga o'tirib, dala aylandik. 4-bo'limga tayinlangan ekanman. Ixtiyorimda 1200 gektar paxta maydoni-yu 12 brigada. Akbar aka meni jamiki brigada boshliqlari, men rahbarlik qilishim kerak bo'lgan odamlar bilan birma-bir tanishtirib chiqdi. Minib yuring deb markali mototsikl berib oylik maosh ham tayinladi. Eng muhimi o'rtoq Ro'ziyev, dedi u ta'kidlab, odamlar bilan ishlash, agar kishilar bilan yaxshi muomala qilsangiz, ularni qalbiga yo'l topa olsangiz, ish o'z-o'zidan yurishib ketaveradi. Tushunarlimi?
Tushunarli o'rtoq Nosirov, dedim. Mototsiklni olishga olib qo'ydim-u, lekin yashirib nima qilaman? Haydashni bilmas edim. To'g'ri, dadamning mototsikliga 3-4 bor minganim bor. O't oldirishni, gaz berishni, tezligini oshirib, pasaytirishni o'shanda uncha-muncha o'rgangan edim. 3 kun mototsikl minishni mashq qilib, 4-kundan boshlab dala aylanishga tushdim. Bu yerning odamlari ajoyib kishilar ekan. Qayerga bormay hurmatimni joyiga qo'yib kutib olishadi. Choy, ba'zan qozon osib, ovqat ham tayyorlashadi. 2 marta tovuq sho'rva ham qilib berishdi. Aroq-paroq ham ichasizmi? deb so'rashgan edi. Tag'in mast bo'lib qolib, aljib o'tirmay, deb, yo'q, men ichkilikni yomon ko'raman, deb qo'ya qoldim. Gohida, o'rtoq agronom, sizningcha mahalliy o'g'itga superfosfatni aralashtirib solgan yaxshimi yoki superfosfatni selitra bilan tashlayveraylikmi, deb so'rab qolishadi. Superfosfat nima-yu, selitra nimasi? Rostini aytsam, o'zim ham bilmayman. Ilgari bunaqangi gaplarni hech eshitmagan ekanman. Lekin shunday bo'lsa ham sir boy bermayman. Shuni ham so'rab o'tiribsizlarmi? deb jo'rtakka balanddan kelaman. Kim aytadi sizlarni Mirzacho'lning mashhur paxtakorlari deb? Uyat emasmi? Aylanib yurib 4-brigada dalasida janjal ustidan chiqib qolibman. Bo'lim boshlig'i O'rmon aka bilan brigadir Rahimjon aka nima to'g'risidadir qo'llarini pasta qilib bahslashmoqchi edi. Meni ko'rishi bilan bo'lim boshlig'i, o'rtoq agronom, sizdan bir iltimosim bor, deb qoldi. Marhamat, mototsikldan asta tushdim. Agar malol kelmasa, mana bu Rahimjonga, uning a'zolariga kompost to'g'risida bir gapirib bersangiz. Bular haligacha hech narsa tushunishmas ekan. Marhamat, dedim-da, u yoq bu yoqqa qarab olgach, leksiya o'qishga tushib ketdi. O'rtoqlar, kompost juda foydali ichimlik. Uni asosan mevadan tayyorlashadi. Mevalarning xili qancha ko'p bo'lsa, u shuncha o'rik, shaftoli, qoqi va olchaning qurug'idan tayyorlashadi. Xullas, kompost ichmabsiz, dunyoga kelmabsiz. Gapimni tugatmasimdan o'tirgan odamlar sharaqlab kulib yuborishdi. Qiziqroq gap aytgan bo'lsam kerak deb mening o'zim ham kulaverdim. Rosa kulishdik. Keyin bilsam o'sha kuni obdon sharmanda bo'lgan ekanman. Go'ngni achitib tayyorlanadigan kompost bilan mevalardan tayyorlanadigan kompotning farqiga bormasdan rosa aljibman. O'sha kundan boshlab 4-brigada dalalariga qadam bosmaydigan bo'lib ketdim. Qisqasi, mana shunga o'xshash ikir-chikirlarni hisobga olmaganda ishlarim ko'ngildagidek kayfim chog' edi. Qani endi direktorimiz Otajon Azizovichni yoki menga 2 baholar qo'yishdan hech charchamaydigan Qobilovni mana shu yurishlarimni bir ko'rishsa-yu, o'qimasdan katta odam bo'lib olganimni, mas'ul ishda ishlayotganimni ko'rib o'z aytganlariga pushaymon bo'lishsa deb o'ylayman. Kunlarning birida mehribon oyijonimga, direktorimizga alohida qilib xat yozdim. Oyijonimga nima deb yozganimni o'zingiz ham sezib turgan bo'lsangiz kerak. Otajon Azizovichga esa taxminan mana bunday deb yozgan edim. Qadrli Otajon Azizovich, Mirzacho'lning azamat paxtakorlaridan sizga otashin salom. Shuni ham aytib qo'yayki, siz yolg'onchi bo'lib chiqdingiz. Kishi o'qimasa, yoshlikda ilm olmasa, algebra, geometriya, ona tili puxta egallamasa, agronom ham, injener ham bo'la olmaydi dedingiz. Yolg'on ekan. Mana men agronomman. Ishonmasangiz, shu xat bilan yuborgan rasmimga qarang.
Endi ordenli bo'lganimda uchrashamiz. Xayr, salom bilan agronom Hoshimjon Ro'ziyev. Xatni yuborgan kunim ertasiga 2-brigada yerlarini aylanib, nima qilishni, kimga qanaqa buyruq berishni bilmay xunobim oshib yurgan edim. Rahbar bo'lsang-u hech kimga hech qanaqa buyruq bera olmasang, bundan ham xunugi bo'lmasa kerak. Demak, deyman o'zimga o'zim, qishlog'imizdagi savodsiz agronom Anorboy tog'a shuning uchun ham bo'lar bo'lmasga baqiraverarkan-da. Ko'p baqirsang yomon ishlayotganing ham sezilmas ekan. Baqiroqlarning hammasi ham menga o'xshab ilmsiz, sehrgarlik bilan rahbar bo'lgan ekanda. Bir o'ylayman-u, ishlab turgan kishilarning yoniga borib, bo'lar bo'lmasga baqiraman, shovqin solaman. Lekin bugun kimga nima deb baqirishni bilmay garang edim. Bir mahal brigada boshlig'i Murodjon aka xalloslagancha kelib qoldi. O'rtoq agronom, dedi u o'pkasi og'ziga tiqilib. Xo'sh, dedim qovog'imni solib, qoshlarimni pastma-baland qilib. Men sizni ertalabdan buyon axtarib yuruvdim. Xo'sh, deb pishqirdim yana. Gap bunday. O'rtoq agronom, g'o'zalarimizga yoppasiga shira tushib ketibdi. Shira? Qanaqa shira? Deb baqirdim. Yopishqog'idan tushibdimi? Shunday deyman-u, lekin o'zim shira qanaqa bo'lishini hech ko'z oldimga keltira olmayman. To'g'ri, ilgari shira-pira deb eshitganim bor, lekin hech ko'rgan emasman. Maslahat bersangiz, qanday tugatsak ekan, deb so'radi yana Murodxon aka. Qani menga ko'rsating-chi, dedim o'zimni bosib. Brigadir kelgan tomonga qarab ketdik. Boryapman-u, yo'l-yo'lakay qo'ltig'imga qisib olganim sehrli qalpoqcham yordam bergin, aql o'rgatgin, deb shivirlayman. Aql sehrga bo'ysunmaydi. Aqlingga aql qo'shib bera olmayman. O'zimda ham shu qurg'urdan sal kamroq, deydi qalpoqcham. Bo'lmagan gap. Qo'shasan. Qo'sha olmayman. Ilm, aql degan narsalar qalin jildli kitoblarda bo'ladi. Dono kishilarning kallasida bo'ladi. Umrim bino bo'lib bitta ham kitob o'qigan emasman. Xat savodim yo'q. Mana ko'ring, shu g'o'zalarga shira tushgan, deb qoldi Murodxon aka. Shu payt katta paykalni ko'rsatib imillashning payti emas edi. Biroq donoroq maslahat bermasam, bu yerda ham 4-brigadadagi o'xshab obro'yim bir pul bo'lib qolishi mumkin. Lekin nima desam ekan? Bargiga tushibdimi, deb so'radim gap orasida. Bargiga tushmay poyasiga tusharmidi? Kesatib qo'ydi brigadir. Menga qarang, g'o'zalarning tupidan ushlab qattiqroq silkitsak, shirasi to'kilib ketmasmikan-a? Hazilingizni qo'ysangizchi, o'rtoq agronom. G'o'zaning ustidan chelaklab suv quysak, shirasini yuvib ketadi-ku. Ha, albatta, shunday qilamiz, shunday, dedim hovliqib. Murodjon aka dalani boshiga ko'tarib xaxolab kulib yubordi. Demak, u meni hazil qilyapti deb o'ylamoqda. Hazil bo'lsa bo'la qolsin, dedim-da o'zim ham qiqirlab kulaverdim. Jag'larimiz qiyshayib qolguncha kulishdik. Keyin o'zimni bosib jiddiy ohangda, "Necha ishchingiz bor?" deb so'radim. 55 ta, o'rtoq agronom. Har bittasiga 20 donadan tol novdasi kestiring va 1 soat ichida jamiki ishchingizni mana shu yerga to'plang, deb buyurdim.
Aytganimdek, bir soat o'tar o'tmas 55 ishchi qo'ltig'ida bir dastadan novdasi bilan huzurimga "Qani ishingiz bo'lsa buyuring" deb yetib kelishdi. Egat oralab paykalga tushinglar dedim. Endi hurmatli o'rtoqlar, shira tushgan barglarni kaltaklaysizlar deb qo'ydim gapimni oxirida. Nima? Ko'zlari joyidan chiqib ketgudek bo'lib so'radi brigadir. Gapni ko'paytirmang, buyruqni bajaring. Hushingiz joyidami, o'rtoq agronom? Axir bunda g'o'zalar nobud bo'ladi-ku. G'o'za nobud bo'lsa, men javob beraman, agronom javob beradi, deb baqirib yubordim to'satdan. Shiraga qarshi kurashishning yangi metodi bo'ladi bu. Tushundingmi? Zamonni orqada qopsan, kallavaram. Xullas, buyrug'imni o'tkazmagunimcha qo'ymadim. To'g'rida, gapni gap qilolmasam, bu yerda men nima deb yuribman? Odamlar avvalgi yelka qisishib, bir-birlariga qarab hayron bo'lib turishdi-da, yangi metod deganimni eshitib, chindan ham biron hikmati bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Shekilli ko'zlarini chirt yumib, o'zalarini savalashga tushib ketishdi. Bir mahal bunday qarasam, bir xil g'o'zalarda bir ham barg qolmagan. Tandir kosovdek so'ppayib turibdi. Bir xillarining boshi singan. Sizgina mehnat ish voy, deydi ishchilardan biri bosh chayqab. Nimasini aytasiz, qobil voy, deydi boshqasi tortib. Yangi metod shunaqa bo'lsa, tavba. Aslida agronomning o'zini tutib olib kaltaklash kerak edi, dedi uchinchisi. Shu payt orqa tomondan mashinaning ketma-ket chalingan signali eshitilib qoldi. Qarasam, sovxozimizning direktori Nosir aka tushib kelyapti. "Hormang agronom", deb qo'l uzatdi u. "Salomat bo'ling", dedim. Yangi metod o'ylab chiqarganim uchun gerdayib, ehtimol mukofotga ham taqdim qilib yuborar, deb ich-ichimdan sevinib ham turibman. "Nimalar qilyapsiz?" "Shiraga qarshi kurashyapmiz." Direktor odamlar ishlayotgan joyga borib, avvaliga nimalar bo'layotganiga tushunmadi shekilli, birpas angrayib turdi. Keyin to'satdan har bir ko'zi shokosadek bo'lib, "Bular tentak bo'lganmi o'zi?" deb baqirdi. "O'rtoq agronom buyurdilar", tushuntirdi brigadir. "Agronom? Nima?" Nosirov shunaqangi qattiq baqirdiki, nazarimda olislardagi tog'lar ham larzaga kelib silkingandek bo'ldi. "Aqlingiz joyidami o'zi, o'rtoq Ro'ziyev?" o'sha vajohat bilan so'radi direktor. "Joyida, o'rtoq Nosirov. Agronomimiz jinni bo'lib qolganga o'xshaydi", dedi kimdir. "Rost, ana qaranglar, ko'zi ham bejo", dedi boshqasi. "Ushlanglar uni", deb yuborsa bo'ladimi Nosirov? 55 kishi tengdan g'azabga kelib turgan ekan. Hammalari mujib tashlagudek bo'lib menga tashlanib qolishdi. "Qani hurmatli do'stim, o'zingiz insof bilan aytingchi, shundan keyin men nima qilishim kerak edi?" Albatta, boshimga qalpoqchamni kiyib, xayr ma'zurni nasiya qilib bo'lsa ham juftakni rostlab qolishdan o'zga chora qolmagandi. O'sha atrofda aylanib yurgan edim. Qo'limga nima bo'ldi-yu, bitta gazeta tushib qoldi. Unda ushbu e'loncha bosilgan ekan. Rayon militsiya bo'limi mehnatkashlarga shuni yozib bildiradiki, bundan 3 kun avval 4-sovxozdan Hoshimjon Ro'ziyev nomli bir yigit qochdi.
O'zini agronom qilib ko'rsatib yurgan bu shaxs aslida shahar jinnixonalarining biridan qochib kelgan kimsadir. Bo'yi terakdek novcha, o'zi igna yutgandek ozg'in, yurganda bir oz oqsab yuradi. Gapida ma'no yo'q, yosh bolalardek aljib gapiradi. Ko'rgan bilganlar bo'lsa militsiya bo'limiga xabar qilishingizni so'raymiz. Bu dargohdan ham tezroq chiqib ketish payiga tushib qoldim.